Tibbiy jihozlarni tan olish yo'li bilan ro'yxatdan o'tkazishda yangi tartib bo'yicha bir qator yengilliklar yaratildi. Xususan, avvalgi tartib bo'yicha tibbiy jihozning ishlab chiqaruvchi davlatida ro'yxatdan o'tkazganlik haqida guvohnomasi taqdim etilishi lozim bo'lgan bo'lsa, yangi tartib bo'yicha tibbiy jihozning ishlab chiqaruvchi davlatida ro'yxatdan o'tkazganlik haqida guvohnoma yoki ro'yxatdan o'tkazilganligini tasdiqlovchi hujjat, erkin realizatsiya uchun sertifikat, ekspert sertifikati, davlat tiliga tarjimasi bilan yoki boshqa davlatlarda ro'yxatdan o'tkazilganligini tasdiqlovchi hujjatning nusxasi taqdim etilishi mumkin. Shuningdek, tibbiy jihozlarni tan olish yo'li bilan ro'yxatdan o'tkazishda tibbiy jihoz namunalari markazga taqdim etilmasligi belgilandi. Xalqaro tajribani va talablarni o'rgangan holda joriy qilingan talablar natijasida yuqori texnologik, yuqori sifat va samaradorlikka ega bo'lgan tibbiy jihozlarning O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelishi va aholiga yetkazib berilishi jarayonidagi ortiqcha ma'muriy va tashkiliy to'siqlarni bartaraf etishga erishiladi.